Xabarlarga assalomu alaykum. Shu anda bir dastur o'tgan galda qismda bilasizlarmi? Bularni to'g'rilab oldim. Keyingi videoda mana shuncha qilib chiqaman devorlarni. Bu yerdan shuni bosib chiqish kerak. Berim sokinda dabdala. Bunday qilishsa bo'lmaydi. Yashil qolamiz. Yashil mana. Bir mana bir yashil, bir qora, bir yashil. Shunaqa qilish kerak. Chiroyli chiqibdimi? Kommentariyga xabar beringlar. Bir qora, bir yashil, bir qora, bir yashil. Bo'ldi. Bo'lmay hali. Bir nima tutdi? Bir qora, bir yashil. Bo'ldi. Normalniy chiqdi. Bu yerdan ham hozir to'g'rilab tashlasam zo'r bo'ladi. Bir qora, bir yashil. Mana bir yolmas, bir yashil, bir qora, bir yashil, bir qora. Mana shunday qilaman. Bir yashil, bir qora. Yo'q, to'xtanglar. Bitta narsani adashib qoldim. Bir qora edi. Bir yashil, bir qora. Nima qilamiz? Yaxshi chiqadi degan umiddaman. Va bilan uyimni tayyorlayman. Bularni barini hozir qo'yaman-da. Mana bu yerni to'g'rilab tashlasam zo'r bo'ladi. Mana bu yerda qolamiz. Yashil, qora. Nima kirib ketding hozir? Hozir to'g'rilab tashlasam bo'ladi. Bir yashil, bir qora, bir yashil, bir qora, bir yashil. Mana bir qora, mana bir yashil. Shunaqa qilib ketaversam yaxshi bo'ladi. Do'stlar, endi hozir vaqtim yo'q. Meni vaqtim yo'q. Tez qilib tashlasam bo'ladigan umiddaman. Qo'yamiz, bo'ldi. Ko'ramiz-da. Mana bu deydi. Uyda qo'ymoq qoldi. Shuni deyman. Mana taxmin qilib. O'zim o'rnatib qo'yaman. Bo'ldi, mana shu yerda turadi. Azizlikga chiqish kerak. Bo'ldi, podvalni olib qo'yaman. Qilindi. Hech kim tegina olmaydi. Bilish kerak. Do'stlar, bugungi videomiz shulardan iborat. Sizlar bilan keyingi videoda ko'rishguncha